Qadrli obunachilar, mana Kirgilikdagi Yuma kafesiga keldik. Bitta puli yo'q odam kelib ovqatlanib ketsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shuni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Va alaykum assalom, Sinan. Sinan, o'sha pulim yo'q edi. O'shanga nima lavash yegim kelib qoldi, qonim ochib ketdi. Pulini keyin tashlab ketaman pulim bo'lganda. O'shanga bitta lavash bera olasizlarmi? O'sha bo'lmasam administratorni chaqirib olingchi, bir so'rab ko'raylikchi, iloji bormikin, maylimi? Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? O'zingiz yaxshimisiz? Aka, pulim yo'q edi. O'shanga nima qonim ochib ketdi. Mana shunga bitta lavash berib tursalaring, keyin pulini tashlab ketardim agar iloji bo'lsa. Iloji bormi shuni? Hozir imkoniyat tashlab bo'lib qoldi. Bo'lsa ham yo'qmi? Yo'q, hozir yonimda yo'q edi. To'g'risi qonim ochib ketdi. Hozir necha pulga qiynalib turibman. Qish kunida to'g'risi ishlaganim yo'q. Shunga iloji bo'lsa bitta lavash berib tursalaring, bitta choy bilan aka. Keyin tashlab ketaman. Erta bahormi, yozlarga chiqib turib aka. Iloji bormi? Bunda aka yarim yotisi bo'lsa-yu, men qo'yganda o'zim yonimdan qo'shib olardim aka. Yo'q, bo'lsa yarim yotisi bo'lganda men to'g'risi hali bir narsa olib yeb yuraverdim. Tanitdan to'g'risi magazinga kirgani xijolat bo'ldi. Menda o'shaning uchun bir yo'l mashina qonimni to'yg'azib oladi. Pulini berib ketaman, ishonasiz. Yaxshilik, odam yaxshilik qoladi aka. Bo'ldi aka, hozir chiroyli qilamiz aka. Bitta choy bilan iloji bo'lsa, aka mayli, men iltimos. Va alaykum assalom. Aka, men bor xijolatdaman aka. Aka, odamdan yaxshilik qiladi aka. Odam yaxshilik qiladi. Mendan qaytmasa xudodan qaytsin aka. Sog' bo'linglar. Pulim borligida olib kelib beraman, xudo xolasa aka. Bo'ldi aka, inshaalloh yaxshilik qiladi aka. Xo'p, rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Sizga yaxshi odamlar ko'paysin. Bismillahirrohmanirrohim. Like bosib turing, qo'llab-quvvatlab, yaqinlarga ulashib turing. Alhamdulillah, xudoga shukr. Qonim to'ydi. Yaxshi bo'lar ekan. Qadrli obunachilar, mana lavashdan paqqos tushirdim. Kuzatib turinglar. Aka, assalomu alaykum. Aka, eksperiment olayotgandik. Siz eksperimentga tushib qoldingiz. Odamlarda hozirgi kunda yaxshi odamlar bormi? Ko'pchilik yaxshi odamlar yo'q, hozir qolmadi deyapti. O'shanga kameramiz bor, yashin kameramiz. Eksperimentga tushib qoldingiz. Rozi bo'lasiz. Videoni qo'yamiz. Men bor uzr, lekin mana sizga yaxshi odamlar ko'paysin aka, pulini to'laymiz. Nimaga? Bo'ldi. Ya. Yana obunachilarimizga like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Kasallarga pulini to'lab qo'yaman. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Ular joylar Yuma Drujba bo'ladi. Jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.